Assalomu alaykum, xorazmaqli, xudo xolasa hozir Toshko'pir Karamon Poskaga keldik. Aerofil qaytolimiz datchiklar ketgan. Yo'lda stoperga uchirilib ketgan. Shularni polni yuvib, taxlab, xudo xolasa hammasini tekshirib, tozalab qo'yib beramiz. Xudo xolasa video davomini ko'rib boringlar. Ish jarayonlarini hammasini tashlaymiz. Ekranda telefon nomerlarini qo'yamiz murojaat uchun. Assalomu alaykum. Yine xudo xolasa aerofil qaytolmani yoqib, suvlarni tekshirib, cho'tkatib, tozalab berdik. Ishlatib. Borib ochib ko'rasizmi, nani, ish suvini. Yine hozir qaytolimiz polning ish suvi ishladi. Shunday xizmatlar bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Ko'rib murojaat etaverasizlar. Podpiska bosish, like bosish, esdan chiqmasin. Tanishib ko'rishingiz bo'lsa, yuborib qo'yinglar. Shu videolarni. Yine